Erkaklar diqqatiga tez-tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va turkiyalik mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Kreml rasmiy saytini hamda NTV telekanalini xabar qilishicha, salkam 2 yillik jangdan so'ng aniq sanalarda 2024-yilning 1-oktyabr kuni boshlangan jangdan so'ng 3-iyul kuni Donetsk Xalq Respublikasi hududidagi Kiyevni eng muhim tayanch nuqtasi bo'lgan Konstantinovka shahri to'liq Rossiya nazorati ostiga o'tdi. NTVga ko'ra 3-iyul kuni Vladimir Putin Birlashgan Qo'shinlar guruhini yordamchi boshqaruv punktlaridan biriga tashrif buyurdi. U yerda unga Donetsk Xalq Respublikasidagi Konstantinovka shahri ozod etilgani haqida axborot berildi. Putinning ta'kidlashicha, Konstantinovkani egallanishi Donetsk Xalq Respublikasi hududini to'liq ozod qilish yo'lidagi hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu Ukraina qurolli kuchlari tuzilmalarini yo'q qilishdagi birinchi, ammo juda muhim qadamdir. Putinning aytishicha, Rossiya armiyasining bosimi ostida Ukraina qo'shinlari katta yo'qotishlar bilan chekinmoqda. Uni ta'kidlashicha, Rossiya armiyasi maxsus harbiy operatsiya hududida strategik tashabbusni ishonch bilan saqlab turibdi. So'nggi vaqt ichida Lugansk Xalq Respublikasini to'liq ozod qilish yakunlandi. Shuningdek, Donetsk Xalq Respublikasi, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududlarida Ukraina qurolli kuchlari tuzilmalarini yo'q qilish davom etmoqda. Putinning ma'lum qilishicha, yil boshidan beri Rossiya harbiylari Donbass va Novorossiyada 133 ta aholi punkti hamda 3000 kvadrat kilometrdan ortiq hududni nazorat ostiga olgan. Shuningdek, Ukraina bilan chegaradosh hududlardagi xavfsizlik mintaqasi ham sezilarli darajada kengaytirilgan. Vladimirlarning kattasi mazkur hududni tarixan Rus yeri deb atadi. Uning urg'u berishicha, Ukraina qurolli kuchlari infratuzilma obyektlariga qanchalik faol zarba berishga urinsa, qo'shni hududdagi xavfsizlik mintaqasi shunchalik kengayib boradi. Bundan tashqari, Putin Ukraina o'zini mavjud bo'lmagan yutuqlari haqidagi yolg'on da'volarni qo'llab-quvvatlash uchun diversiya va terrorchilik harakatlarini amalga oshirishi mumkinligidan ogohlantirdi va bunday vaziyatlarga tayyor turish lozimligini aytdi. Putinga ko'ra, Kiyev rejimi rahbarini aslida mavjud bo'lmagan muvaffaqiyatlar haqidagi balandparvoz bayonotlari aslida yo'q. Biroq bu Rossiya foydasiga xizmat qiladi. Sababi Ukraina va uning homiylari bundan boshqa hech narsani eplay olmaydi. Yevropani taklif qilinayotgan tinchlikparvar kuchlar haqida gapirarkan Putin, ularning maqsadi mojaroni hal qilish emas, balki Rossiyaga qarshi harbiy harakatlarni davom ettirish ekanini aytdi. Shuningdek, Putin Ukrainadagi harbiy obyektlarga ommaviy zarbalarni davom ettirishga chaqirdi hamda urushni qo'zg'atuvchilarni haqiqiy jangovar harakatlarda qay darajada ishtirok etayotganini baholash zarurligini ta'kidladi. Endi general Valeriy Gerasimovni maxsus harbiy operatsiya bo'yicha Putinga topshirgan hisobotiga o'tamiz. Gerasimovga ko'ra, Rossiya qo'shinlarining hujumi barcha yo'nalishlarda davom etmoqda. Eng yuqori suratda ilgarilayotgan qo'shin guruhlari bu shimoliy va sharq bo'linmalari hisoblanadi. Markaz bo'linmasini ilg'or bo'linmalari Donetsk Xalq Respublikasidagi Dobropolye va Annovka aholi punktlariga kirdi. Dnepr bo'linmasi Zaporojye shahri chekkasigacha 9 kilometr masofaga yetib keldi. Sum va Xarkov viloyatlarida xavfsizlik hududini kengaytirish ishlari davom etmoqda. Qizil limanni ozod qilish yakunlanish arafasida. Markaz bo'linmasi front chizig'ini Krasnoarmeysk shahridan 8,5 kilometrgacha uzoqlashtirdi. Gerasimovning bildirishicha, Konstantinovka Donetsk Xalq Respublikasining shimolida Donetsk shahridan 55 kilometr uzoqlikda joylashgan. U Kramatorsk, Slavyansk aglomeratsiyasi Ukraina qurolli kuchlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega, chunki u yerda yirik tranzit temir yo'l tuguni joylashgan edi va 3-iyul kuni Ukraina qurolli kuchlari ushbu ta'minot nuqtasidan butunlay ayrildi.
Endi Venesueladagi zilzila qurbonlari bilan bog'liq yangi axborotga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Venesuela Milliy Assambleyasi spikeri Jorge Rodrigesning 3-iyul kungi bayonotida ma'lum qilishicha, mamlakatda sodir bo'lgan zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 2645 nafarga yetdi va ayni paytda jarohat olganlar 12666 nafar kishini, boshpanasiz qolganlar 15050 nafar kishini, qutqarib qolinganlar esa 6462 nafar kishini tashkil qilmoqda. Jorge Rodrigesga ko'ra, zilzila natijasida 189 ta bino to'liq vayron bo'lgan va yana 885 ta binoga jiddiy talafot yetgan. Voqealar va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.